Assalomu alaykum do'stlar. Mana metal detektorimiz bilan bitta molni tekshiryapmiz. Mana molni egasiga berib qo'yganmiz detektorni o'zlari ko'rib tekshiryaptilar. Ana. Egasi ishonmayaptilar. Prosta o'zlariga berib qo'ydim, mana ko'ring deb. Ana. Ishonyapsizmi aka endi? Ana. Ko'ringiz foydasi yo'q. To'shda ertaga och qoldirsangiz, bir sutkadan keyin olamiz aka, xudo xolasa. Assalomu alaykum do'stlar. Magnezonimiz bilan tekshirdik. Mana shurp yana temir anavi olmayapti mana. Sen endi bir egasi temir bilan boqqanda endi shurp Samaret uzun ekan, yangi ekan hali. Qarang endi buni qanday belgilar berdi molda? Birinchi belgilari mol ovqat yemay qo'ygan. Kam yeyishni boshlagan. O'shandan keyin metal detektor bilan tekshirdik. Tekshirganimizdan keyin bir sutka och qoldi. Bir sutka och qolgandan keyin 25 ga magnezonni tashab, mana hozir oldik. Hozir detektor bilan tekshiramiz. Detektorimiz bilan tekshirishni boshlaymiz. Mana kecha buni egasi o'zi o'tirib tekshirgandi.